Qarshi, Sherobod, Olmaliq, keyin yana Qarshi, Toshkent viloyatlardan bizani kuzatuvchi Kral brend obunachilari biza Xorazm viloyatidagi stadion yanidagi BTS pochtaga keldik. Biza sizlarga shu pochta orqali o'z mahsulotlaringizni qo'llaringizga topshiramiz. Ya'ni bir haftada 20 dana yoki 30 dana mahsulotni biza BTS pochtadan jo'natamiz. Sizlarga BTS pochta tartibi nechik bo'ladi? Videoni diqqat bilan ko'rsangizlar, men sizlarga tartibini tushuntirib o'taman. O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatlarda, hamma tumanlarda, hamma shaharlarda BTS pochta shoxobchalari mavjud. Bizlarga giyim zakaz qilsangizlar, biza BTS pochta orqali sizlarga jo'natib beramiz. Qulayliklari ko'rib turganingizdek, примерочный bor. Примерочныйda o'z BTS pochta shoxobchangizda giyib ko'rib mahsulotlarni agar razmer to'g'ri kelmasa, bizlarga yana vazbirat qilsangizlar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, hamma shart sharoitlari ega. Xohlasangizlar klik orqali borgandan keyin, mahsulotni qo'lingizga olgandan keyin to'lov qilasizlar. Xohlasangizlar oldindan to'lov qilasizlar do'stlar. Bir dana mahsulotimiz Toshkentda boradigan bo'lsa, 1000 gramm, ya'ni 1 kilosi 30 ming so'm bilan boradi do'stlar. Siz Toshkentdamisiz, Samarqanddamisiz, qaysi viloyatda, qaysi tumanda, qaysi shaharda joylashsangiz ham bizlarga bemalol telefon qiling. Videolarimizdan ko'rib screenshot qilib Telegram orqali bizlarga tashlasangizlar, biz sizlarga dostavka qilib beramiz. Biza ishlashadigan BTS pochta Xorazm viloyati Olimpiya stadioni yonida joylashgan. Sizlarga ham shuni tavsiya qilib qolaman.